Ota-onamni Umra safariga jo'natmoqchiman. Narxi arzon bo'lsin, lekin sharoitlari zo'r bo'lsin degan obunachilarimiz uchun Xudo xolisa bugun Hikmat Travel'ga yetib kelganmiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursalar, Xudo xolisa sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ko'pchilik o'ylar ekan, narxi arzon bo'lsa, sharoiti yomon bo'lar ekan deb o'ylar ekan. Xudo xolisa shunaqa degan odamlar uchun sizlarga to'liq qilib ma'lumotni yetkazib beramiz. Xudo xolisa Hikmat Travel'da biz sharoitlari zo'r, videoda boshdan aytib qo'yapman. Xudo xolisa oxirigacha ko'rsalaring, yanada to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishlaring mumkin. Abdug'offor akadan to'liq ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, narxi arzon bo'lsin, lekin sharoiti zo'r bo'lsin degan obunachilarimiz uchun Xudo xolisa Hikmat Travel'ga yetib kelganman deb qo'ydim aka. Birma-bir sharoitlarni tushuntiramiz, keyin narxlarni tushuntiramiz. Bo'ladimi aka? Xo'p, bo'ladi. Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada gastitsamiz uzoqligi 200-300 metr, Xudo xolisa. 200 metr, aha. Makka Mukarramada gastitsalarimiz uzoqligi yaqini 1 kilometr, uzog'i 2 kilometr. Qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'shanga tushaverasizlar, Xudo xolisa. Gastitsalarimiz ko'p. Hozircha odamlarning borishi ko'payib qoldi, Xudoga shukr. O'sha 1 kilometrdan 2 kilometrgacha bo'lgan gastitsalarimizni qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'shanga tushishadi. Bo'sh bo'lsa tushadi. Lekin avtobus 24 ga 7 avtobus bor eshikda edi. Mana 1 kilometrga tushib qolsa ham avtobus bo'ladi, 2 kilometrga tushib qolsa ham avtobus bo'ladi. Endi bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Keyin Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Xudo xolasa 50 boshli o'zlari birma-bir tushuntirib ziyoratlarga anaqa qilishadi, chiqarishadi zo'r gap. Endi firma tomonidan beriladigan narsalar kamzil beriladi, so'mka, bejik, vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz. Keyin aeroportda 50 boshimiz ham iloji boricha billa borib, billa kelishadi, Xudo xolasa. Agar 50 bosh bo'lmaydigan bo'lsa, yo'l boshchi bo'ladi. Yo'l boshchi bo'ladi, 50 boshi aeroportda kutib oladi, Jiddada. Jiddan aeroportda kutib olib, qolganini 50 boshi Xudo xolasa tushuntirib bilmagan. Hozir 100% Xudo xolasa billa ketishyapti. Billa ketishyapti. Billa ketishyapti. Zo'r. Hali birinchi marta borayotganlar bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik bilmaydi, qayerga borib qayerga kirishni Xudo xolasa. Yo'q, o'shanga aeroportga borishganda 50 boshini ko'rsatib beriladi, Xudo xolasa. Tanishtirib qo'yiladi. Mana shu 50 boshdan bo'ladi deyiladi. Nima savollari bo'lsa, o'sha savollarni berishadi, Xudo xolasa. Tanishtirib qo'yiladi, 50 bosh gruppa ochadi, Xudo xolasa yaqinlarini qo'shib qo'ysa, 50 bosh rasmga olib tashlaydi. O'zlari uchun addenni bo'ladi. Xolasa o'zlari ham videoga olib tashlaveradi. Yaqinlari qayerda yurishibdi, nima qilishyapti, qayerga ibodatga kelishdi. Hamma joylarni Xudo xolasa ko'rib turishadi. Rasmlarni ko'rib, Xudo xolasa xursand bo'lib turishadi. O'zbekistonda turib, Xudo xolasa gap yo'q. Zo'r. Qachonga reyslarimiz bor endi aka? Xo'p. Reyslarimiz Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz kunlari 16-iyul kuni 20, 23, 27, 30-iyul kunlari reyslarimiz bor. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz. Buni narxini $985 qilib beramiz, Xudo xolasa. $985 qilib beramiz. Xo'p, yana qaytarib o'taman. 16-iyul, 20, 23, 27, 30-iyul kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. Har 3 kun, 4 kunni birida reyslar bor ekan, Xudo xolasa zo'r. Bu Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz. Yo'q, bizga Toshkent uzoqlik qiladi. Biz vodiydan bormoqchimiz deydiganlar uchun iyul-avgust oyiga vodiydan ham qo'yilgan Farg'onadan. Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz kunlari xo'p 17-iyul, 21, 24, 28, 31-iyul kunlari primoy reyslarimiz Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha qo'yilgan. Buni narxini $1015 qilib beramiz. $1015 Farg'onadan Jiddaga to'g'ridan-to'g'ri reysimiz. Xudo xolasa zo'r. Ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga skidkalar bormi endi aka? Xo'p, agar 4 kishidan oshiq bo'ladigan bo'lsa, yana $5 dan chegirma qilib beramiz. Ikki reysdan ham, Toshkentdan ham, Farg'onadan ham. Yana $5 dan chegirma qilib beramiz. Chegirmalari bor. Xudo xolasa mana pastda nomerlar qoldiryapmiz. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Xudo xolasa Abdug'offor akaning o'zlarining nomerlari boshqa operatorlarga bas o'sha videoga tushadigan bemalol nomeri Xudo xolasa telefon qilsalar. Endi to'lovlar masalasini aytib o'tmoqchi. Chunki to'lovlar masalasi agar ofisga kelib to'lov qilamiz deydiganlar uchun respublikamiz 3 ta viloyatda ofislarimiz bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xo'p, undan tashqari yo'q, bizga uzoqlik qiladi. Biz onlayn qilmoqchimiz deydiganlar uchun ham bemalol mana shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Aloqaga chiqaveringlar, o'zimiz tushuntirib beramiz. Joylaringizni biroz qilishni. Chiroyli qilib yana ma'lumotlarni berishadi. Menimcha to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz.
nomerlar turibdi, aloqaga chiqsalar chiroyli qilib sizlarga zo'r narxlarda qilib berishadi. Aytib o'tganimizdek, ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga ham skidkalarimiz bor. Yana bir marta qaytarib aytib qo'yaman, Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniya, xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha